Assalomu alaykum birodarlar. Bugun bu yerda muhim masala bor. Va alaykum assalom. Nima taklifingiz? Menimcha birgalikda ishlasak yaxshi bo'ladi. Keling maslahatlashamiz. Ha, barchamiz rozi bo'lsak ish bitadi. Qishloq xo'jaligi uchun suv taqsimotini yaxshilash kerak. To'g'ri, bu dolzarb masala. Yaxshi taklif. Birgalikda ishlaymiz. O'rtoqlar, xalqimizning urf-odatlarini saqlab qolishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Bu bizning boy tariximiz va qadriyatlarimizni aks etadi. Ha, va yoshlarga o'rgatishimiz kerak. Aynan shunday. Bu birgalikda saqlaymiz. Bu taklif qishlog'imizga foyda keltiradimi? Ha, albatta, foyda keltiradi. Xarajatlar o'zini oqlaydi, isxona bering. Yaxshi, ammo xalqimiz roziligini olish kerak. Albatta eshitishimiz kerak. Ha, lekin vaqt tugab bormoqda. Biror chora ko'raylik. Sizning taklifingiz nima? Keling, birgalikda maslahatlashamiz. Qishloq kengashi ertaga bo'ladi. Hamma tayyormi? Ha, ammo muhokama qilinadigan masalalar og'ir. Xavotir olmang, donolik bilan hal qilamiz. To'g'ri, lekin amaliy yechimlar kerak. U holda tayyorgarlikni boshlaymiz. Qishloq aholisi uchun suv ta'minoti muhim masala. Ha, lekin buning uchun katta mablag' kerak. Xo'jalikni rivojlantirsak, mablag' topiladi. Bu oson emas. Birgalikda harakat qilsak, qishlog'imizni obod qilish uchun katta loyihani boshlaymiz. Bu yaxshi, lekin mablag' va mehnat yetadimi? Ha, barchamiz birlashsak, albatta yetadi. Men ham qo'l bilan yordam beraman. Rahmat, hammamiz ishga kirishamiz. Qachon boshlangan? Bu ota-bobolarimizdan qolgan an'ana. Lekin biz buni o'zgartira olamizmi? O'zgartirish kerak emas. Bu bizni birlashtiradi. Tushunarli. Rahmat. Oqsoqollar, bu masalani hozir hal qilishimiz kerak. Ha, lekin shoshilmasdan barcha fikrlarni eshitaylik. Men taklif etdim, quloq beringlar. Yaxshi, ammo vaqtimiz cheklangan. Kengashni chaqiraylik, hamma ovozini bersin. Birga kuchlimiz. Yetkinimizcha tejab ishlatamiz. Yaxshi, biz bardosh berbilanman. Yuringlar, oldinga bo'lishi mumkin, o'li. Ehtiyot bo'ling. To'g'ri, charchadik birgalikdangamiz. Yaxshi, oldinda nur porlayapti. Davom etaylik. To'g'ri, quyosh ham qizib ketdi. Biroz dam olamiz, keyin davom etamiz. Yaxshi, birgalikda har qanday qiyinchilikni yengamiz. Yo'lda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, ammo biz manzilga yetamiz. Qarang, yo'ldoshlar, ehtiyot bo'ling. Charchadik, lekin davom etamiz. Nihoyat yetib keldik. Yaxshi, endi dam olamiz. Mana qishlog'imizga yetib keldik. Ha, nihoyat. Dalalardagi mehnatni ko'ring. Ha, ularning mehnati sharaf. Bu siz uchun chopon. Ha, kiyib ko'ring. Rahmat bolalari. Hurmatli dehqonlar, bu choponlarni qabul qiling. Rahmat, katta sharaf.